Shahzodning bir kunda iste'mol qilgan ozuqasining 14,28% oqsil tashkil etadi. Yog'ning miqdori esa oqsil miqdoriga teng. Ozuqadan umumiy 3390 kilokaloriya energiya ajratilgan bo'lsa, quyidagilarni aniqlang. A. Shahzod qancha gram uglevod iste'mol qilgan? B. Oqsil va yog'ning umumiy miqdori necha gram? Xo'p, buning uchun nima qilishimiz kerak? Demak, ovqat tarkibida oqsil, yog' va uglevod bor. Oqsil 14,28% ni tashkil qiladi. Yog' miqdori esa oqsil miqdoriga teng deyilyapti. Demak, yog' ham aynan 14,28% ni tashkil qiladi. Qolgan qism esa uglevodga tegishli. Demak, 100% dan ayiraveramiz. Oqsilni 14,28 hamda yog'ni 14,28. 71,44% qolyapti bu uglevod uchun. Endi bularni o'zaro nisbati qanday ekanligini topib olish uchun eng kichigiga bo'lib chiqamiz. Demak, bu yerda eng kichik son 14,28. 14,28 ni 14,28 ga bo'lsak 1, buni bo'lsak ham 1 chiqadi. 71,44 ni 14,28 ga bo'lsak, demak 5. Oqsil, yog' va uglevodning miqdori 1:5 nisbatda ekan. Ana endi belgilash kiritib olsak. Demak, biz oqsil, uglevod, yog'dan ajratiladigan energiyalarni bilamiz. Oqsildan 4,1 kilokaloriya, uglevoddan ham xuddi shuncha, yog'dan esa 9,3 kilokaloriya energiya ajraladi. Ya'ni 1 gram parchalanganda. Shunga ko'ra, oqsildan ajralgan energiyani 4,1x deb belgilab olamiz, yog'dan ajralganini 9,3x deb olamiz, uglevoddan ajralgan energiyani esa 20,5 deb belgilab olyapmiz. Nega? Chunki nisbat 1:5, uglevod demak 1 gramida 4,1 kilokaloriya energiya edi. Shuning uchun umumiy hisobda 20,5 kilokaloriya energiya hosil bo'ladi. Xo'p, demak 4,1, 9,3 va 20,5 ni qo'shsak, jami 33,9x da turibdi. Xo'p, yaxshi. Bizda ajralgan umumiy energiya ham demak 3390 kilokaloriyani tashkil qilar edi. Shunga proporsiya tarzda biz oqsil, yog' va uglevod miqdorini topib olishimiz mumkin. Ya'ni oqsil, yog', uglevoddan ajralgan energiya miqdorini. Demak, bunga ko'ra uglevoddan ajralgan energiya 2050 kilokaloriya, yog'dan 930 kilokaloriya va oqsildan 410 kilokaloriya energiya hosil bo'lgan ekan. Demak, barchaga tushunarli bo'ldimi? Belgilash kiritib oldik. 4,1x, 9,3x, 20,5x. Hammasini qo'shdik, 33,9x ga teng ekan. Umumiy ajralgan energiya ham 3390 kilokaloriya. Bu yerga yozib oldim o'shani va qolganlar bilan proporsiya qilib topib oldim. Demak, buni bunga ko'paytirib, bunga bo'lsam, mana bu son chiqib keladi. Buni bunga ko'paytirib, bunga bo'lsam, mana bu son kelib chiqadi. Shu tartibda topib ishlanadi. Yaxshi, endi shahzod qancha gram uglevod iste'mol qilgan? Shuni topib olsak, buning uchun uglevoddan ajralgan energiya 2050 ni bo'lib olishimiz kerak 4,1 ga. Javob 500. 500 gram uglevod iste'mol qilibdi. Oqsil va yog'ning umumiy miqdori. Demak, yog' 100 gram, oqsil 100 gram. Ikkovi jami 200 gramni tashkil qilar ekan. Demak, aynan organizmning energiya sarfiga doir masalalar juda oddiy. Shuning uchun bu masala menimcha hech kimga muammo tug'dirmagan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, keyingi masalalarda ko'rishguncha.